Bugun men sizlarga bir voqeani so'zlab bermoqchiman. 2 yil oldin yaqin do'stim vafot etdi. Men juda yolg'izlanib qolgandim. Uni juda sog'inardim. Hech kutmagandim. Bugun uning telefon raqamidan qo'ng'iroq bo'ldi. Labbay dedim. Kichik o'g'li ekan. O'ziga velosiped olib berishimni so'radi. "Xo'p o'g'lim, xo'p. Bugunoq olib boraman" dedim. Va ortidan so'radim. "Meni kimligimni bilasanmi o'g'lim?" Bolakay shunday javob berdi. "Yo'q, sizni tanimayman. Uydan dadamning rasmlarini tomosha qilib o'tirgan edim. Ular orasidan dadam bilan bir kishining rasmi chiqib qoldi. Rasm orqasida esa shu raqam va shunday yozuv bor ekan. Bolajonlarim, agar vaqti kelib biror narsaga ehtiyojlaring bo'lsa-yu, meni topa olmasalaring, shu raqamga qo'ng'iroq qilib aytinglar. Bu ham menman, faqat boshqa yerda yashayman." Afsus bilan ko'zimga yosh keldi. Sizda shunday do'st bormi? Siz shunday do'st bo'lyapsizmi? Javoblaringizni kutamiz. Izohlarda qoldiring.